vatanimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Chortoq tumanining Namangan mahallasida ochilgan huquq tartibot markazi juda chiroyli bo'libdi. Mahallaga xizmat qiladigan xodimlar ajratilibdi. Biz bundan xursandmiz. Mana shu markaz shu yerdagi aholini tinchlik, osoyishtaligini ta'minlashda yanada yaqinlashtirdi. 70-80-yillarda ishlagan paytimizda rayon ichki ishlar bo'limida bir shalcha ham solish qiyin edi. Mana endi hozir sharoitlar yaxshi, ishlasa bo'ladi, faqat ko'ngildan, chin vijdonan va halol pok ishlarsa albatta o'zining natijasini beradi.